Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Qalbi daryo, mehri daryo, quyoshlar. Bugun yana ertak sevarlar choyxonasi loyihasi yana efirda. Yurtdoshlar, yangi O'zbekiston davlatimizda barcha sharoitlar yaratilgan. Buning uchun davlatimiz rahbarlariga rahmatlar aytishimiz kerak. Bundan unumli foydalanishimiz kerak. Biz ertak sevarlar choyxonasini loyihasini olib chiqdik. Albatta buni qo'llaysizlar degan umiddamiz. Ertagimizning nomi Shahmat toji kiygan bir oddiy qishloq yigit haqida, qishloqda o'sgan yigit haqida so'zlab bermoqchimiz. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonda bir go'zal, chiroyli yurt bor ekan. Shoh davlat juda odilona, adolatli olib borar ekan. Shoh har yili shaxmat bo'yicha musobaqa uyushtirar ekan. Kunlar tog'larda bir Azamat degan cho'pon bobo boyataning qo'ylarini boqar ekan. Farzandi Rustam o'sha qo'ylarni boqishga yordam berar ekan. O'zlari qishloqda turar ekan, tog'da qo'ylarni boqib yurar ekan. Otasiga Rustam yordam berar ekan. U doim shaxmatga qiziqar ekan. Doim qo'lida shaxmat taxtasini olib yurar ekan. Hech qo'y bermas ekan. Yonida qo'ylarni boqib yurganda bo'ri bosar kuchuklari bor, olapar iti bor ekan. Olapar iti doim u tog'da o'tirganda, bir o'zi o'tirganda, shaxmat o'ynab o'tirganda olapar iti tomosha qilib o'tirar ekan. O'ziga o'zi o'ynar ekan. Olapar iti kelib tomosha qilar ekan. Shu olapar iti hurib qo'yar ekan. Hurib qo'ysa, demak Rustam yutqazib qo'yar ekan. O'ylab turib, oddiy kuchuk ham bilar ekan shaxmat o'yinini. Nahotki men shu o'yinni uncha yaxshi bilmayman deb rosa harakat qilar ekan. Uyga kelganda ham onasiga birga keling onajon, shaxmat o'ynaylik deb qo'yarda qo'ymas ekan. Singlisiga ham bir o'ynaylik, otasiga ham bir o'ynaylik deb uyda bore sen ota bo'lgan qilgan ishni qil, cho'ponlik qilsangchi desa, lekin hech qachon shaxmat taxtasini qo'yib yubormas ekan. Doim birga yurar ekan. Kunlardan bir kuni yurt podshoh vazirlarga aytdi, yurtga jar solinglar, shaxmat bo'yicha musobaqa uyushtiramiz debdi. Jarchilar butun yurtga yoyilib ketibdi. Qishloq joylarga boribdi, mahallalarga boribdi, shaxmat bo'yicha shohim musobaqa uyushtiryapti. Kim xohlovchilar bo'lsa, borsin shaharga, o'sha yerda ro'yxatdan o'tsin, shaxmat chempionatiga qatnashadi. Mukofoti 1000 tillo debdi. Bir uy ham beradi debdi. Hamma eshitibdi, shaxmatga qiziqqanlar boribdi. O'sha kunlari Rustamjon tog'da qo'ylarni boqib yurgan ekan. O'sha kuni otasiga ovqat olib kelish kerak ekan. Uyga otasi aytibdiki, o'g'lim borib uyga ovqat olib kel, onang tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Tog'dan qishloqqa kela boshlabdi. Qishloqda kela solib uyga kelib ovqatlarni olib ketayotsa, qo'shnisi Sardor bobo to'xtatibdi. Rustamjon, o'g'lim, sen shaxmatga qiziqasan. Podshomiz e'lon berdi. Shaxmat bo'yicha musobaqa o'tkazyapti. Sen albatta chempion bo'lasan, borgin desa, ota-onam ruxsat bermaydi dedi. Borib so'raqan deb onasining oldiga boribdi. Podshomiz shaxmat musobaqasi o'tkazyapti ekan. Shuni bilasizmi, xabarim bor debdi. Shu borib qatnashsam, olib borsangiz desa, qo'ygin. Qo'lingdan mol boqish kelmaydi-yu. Yana shaxmat o'ynayman deganiga balo bormi? Uning joyiga ovqatni olib bor. Otang qorni ochib qoldi, mol boqishing kerak. Indamay yo'lda qaytib ketaversa, Sardor bobo nima bo'ldi debdi. Onam ruxsat bermadi. Sening ko'zlaringda shaxmat bo'yicha chempionlikni ko'ryapman debdi. Ruxsat bermaydi debdi. Ovqatni olib bormasam, ovqatni olib berma debdi. Agar ovqatni olib borsang, onang ruxsat bermaydi, otang ham ruxsat bermaydi debdi. Ovqatni berib qo'y, uyga qo'yib qo'yaman. Ovqatni olib borib yoshgina bolada, 15 yoshlar Rustamjon. Uyga olib borib qo'y, "Men cho'ntagimda pulim yo'q" dedi. Onam pul bermaydi, otam pul bermaydi dedi.
o'g'lim men yig'ib qo'ygan pulim bor, lekin senga qarz deb beraman, yordam deb emas. Chempion bo'lmasang o'sha qarz uzolmaysan, bali ota-onang pul bermaydi. Sen albatta chempion bo'lasan, pulni olib ket debdi. Bu gapni xursand bo'lib, sen albatta chempion bo'lasan degan xursand bo'lib shaharga yo'l olibdi. Shaharga boribdi, bozorda aylanib yursa bir yo'talib turgan bobo turganmish. Juda qarib qo'ygan, sog'ligi ham yaxshi emas bir bobo duch kelibdi. Bobo, shohim shuni musobaqa o'tkazib e'lon qildi. Shu qatnashmoqchiman debdi. Ha, xabarim bor, bozorga jar solib ketdi. Chilizota degan masjidning yonida ro'yxatdan o'tkazar ekanmish. Nomda yo'talayapsiz deb yo'talayapsiz. Kasalmisiz? Ozroq mazzam yo'q. Davolansangiz bu puldan qiynalib turibman dedi. Rustamjon o'ylanib turib, o'zi bobo pul bergan bo'lsa qarz deb nima qilsam ekan deb tavakkal deb. Bobo shu pul yetadimi desa, bolam sendan men pul so'raymanmi? O'zi 15 yoshar bola bo'lsang, ota-onang qaramog'ida bo'lsang, oling bobo debdi. Kam bo'lsa ayting debdi. Rahmat bolam, shu yetadi menga dori-dormon olishga debdi. Mayli deb Chilizota masjidning yoniga yo'l olibdi. Borsa haqiqatan ro'yxatga o'tkazayotgan ekan. Boribdi. Men debdi, podshomiz, shohimiz jar solgan ekan, shu shaxmat bo'yicha musobaqa o'tkazilayotgan, men qatnashmoqchiman deb. O'sha yerdagi Rasulboy kulib yubordi. Sen jo'ja qo'rasan-ku debdi. Bor, sen qatnashmaysan, ro'yxatga olmaymiz debdi. Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz deganlardan Rustamjon men bo'laman debdi. Yo'q debdi, mingboshi ekan. Men kimligimni bilasanmi? Yo'q, mingboshiman debdi. Mingboshi ekansiz, men qatnashmoqchiman debdi. Bitta shartim bor debdi. Agar men bilan shaxmat o'ynaysan, yutqazsang men ro'yxatga olaman. Yutsang mayli qatnashsa yo'q bo'lmaydi. Yutsam menga sharoit qilib berasiz. Men hech qayerda bilmayman. Birinchi marta shaharga kelishim. Yordam bo'p roziman debdi. Yutsang bo'ldi debdi. Hamma sharoit qilib beraman debdi. O'ynay boshlabdi. 1 soat o'ynabdi. 1 soatda mingboshini shaxmat bo'yicha 2 partiya yutibdi. 3-partiya o'ynaymiz endi mingboshi bo'ldi debdi. Taslimman debdi. Sen haqiqatdan ham shaxmat bo'yicha zo'r ekansan. Ro'yxatga olaman, senga yotoq joy ham beraman. Ovqat, boshqa hamma narsa sharoit qilib beraman. Rozi bo'libdi. Ro'yxatdan olib, endi qarang. Rustamjon yotib tursin yotoqxonasida. Onasi, otasi hayron. Onasi toqqa ketdi deb o'ylabdi. Otasi o'ylab qoldi. Rustamjon kelish kerak edi, kelmayapti. Bir gap bo'lgan-ov, qo'ylar tashab ketsam, bo'rilar yeb qo'yadi, nima qilsam ekan debdi. Onasi chiqibdi, Hanifa ona. O'g'lim ko'rinmay qoldi. Bir keldi-yu, bir gap bor-ov deb ko'chaga chiqdi. Qo'shnisi bor ekan. O'g'lim ketdi, qo'y otasiga ovqat olib keldi. Yo'q, menga ovqatni berdi-yu, mendan qarz olib chiqib ketdi deb. Men bilmasam nima bo'lganini debdi. Shaxmat bo'layotganmish deb. Voy dod, peshanam qursin. Yoshgina bola shaharga ketdi. Mayli otasiga ovqat olib borish kerak. Otasi och qoldi. Bu nima deyman men? Otasiga nima deyman men debdi. Bu gapni eshitib, bilmasam debdi. Meni qarz olib ketdi. Lekin men buni deya olmadim debdi. Lekin albatta o'g'lingiz chempion bo'ladi. Qayerda chempion bo'ladi? Mol boqishni bilmaydi-yu, chempion bo'larmish debdi. Bilmasam, qo'shnisi ham gap so'zdan qochibdi. Bu sozga debdi, bo'lmaydi. Otasi ham qorni och qolgan, o'zim ovqatni olib boray deb Hanifa ona yo'lga chiqdi. Otasi kelmay qoldi. Endi nima bo'ladi deb qo'ylarni olib yo'lga chiqibdi. Yo'lda ketaversa Hanifa ona chiqibdi. Hanifa ona qani Rustamjon, bir gap bo'ldimi? O'g'linga bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Uyi kuysin, mol boqish bu yoqda qolib ketdi, mol boqishni bilmaydi-yu. Qanaqa qilib bu shaharda yuradi? Kuydirdi bu o'g'ling. O'g'laman kelsa uyga kiritmayman debdi. Qayerda yotsin debdi. Qo'shnisiga boribdi. Qo'ylarni qaytarib bo'lgan voqeani so'zlab, men bilmasam, bilmay qolibman.
Lekin albatta o'g'lingiz chempion bo'ladi. Qayerda qo'lidan bir ish kelmaydi debdi. Tayinli bir qo'lidan ish kelmaydi. Qanday chempion bo'ladi debdi. Keyin Boyataning oldiga boribdi. Qo'ylarimni boqolmayman. O'g'lim yordam berardi. Ilojim yo'q. Qaytarib oling debdi. Boyat aytdiki, qo'ylar boqavering, odamlarim sizga ovqat yetkazib beradi debdi. Yana qo'ylarni olib toqqa ketibdi. O'ylarmish. Kesin bu o'g'ilni men kiritmayman. Qani qadamini kiritay qani debdi. Onasi ham voydod nima bo'ladi debdi. Endi qarang, Rustamjon yotib turibdi. Ertalab bo'libdi, musobaqa o'tkazilibdi. Birinchi kun musobaqada bitta savdogar, tadbirkor avaz bo deganini yutibdi. Birinchi g'alaba, mingboshi tabriklab. Albatta sen chempion bo'lasan, Rustam debdi. Sening ko'zlaringda chempionlikni ko'rdim debdi. Buni ko'rib xursand bo'ldi. Tushdan keyin yana bitta chempion raqib bilan o'ynabdi. U oddiy aravakash ekan. Aravakash ham yutibdi. Xursand, mingboshi 3 mahal ovqat, yotoq joylar bepul qo'ydi. Rustamjon yaxshi o'ynayver, hamma sharoit beraman. Sen albatta chempion bo'lasan. Faqat zo'r o'ynashing kerak debdi. Rustamjon xursand, yana yotibdi. Ertaga yana musobaqa o'tdi. Yana yutibdi. Arbitgacha bir oddiy dehqon yutibdi. Uyda mansabi qayerda kim bo'lishidan qatnashar ekan. Shoh adolatli ekan. U boy kambag'al demas ekan. Yo katta ish demas ekan. Hamma qatnashish shart ekan. Shunday qilib tushgacha bitta raqib yutibdi. Tushdan keyin yutibdi. 3-chi kun yana yutibdi. Onasi, otasi o'ylab o'tiribdi. Kesin kiritmayman. Meni qarz olib ketdi qo'shnim. Qarzni qanday qutulamiz? Ilojimiz yo'q. Endi nima qilamiz demiş. Qo'y boqish qolib ketdi. Qo'lidan bir ish kelmaydi deb alami kelib o'tirganmish. 3-chi kun yana yutibdi. Guruh bo'lgan ekan. Shoh shuncha tartib qilgan ekanki, 4 ta guruh. O'zining guruhida 4-chi Rustamjon 1-o'rinda olib chiqibdi. Boshqa guruhlar bilan o'ynay boshlabdi. Bir qassob bilan duch kelib qolibdi. Raqibga mandal. Agar debdi, hamma joyda shov-shuv. Butun shaharda Rustamjon chempion bo'ladi. Qishloqdan chiqqan oddiy cho'ponning bolasi ekan. O'sha Rustamjonga hamma chempion bo'ladi deb o'zi baho bera boshlabdi. Qassob aytibdi, agar meni yutsang debdi, oilangni qirib yuboraman debdi. Tog'da otang mol boqadi debdi. Mol boqadi, o'sha toqqa borib odamlarimga aytaman, o'ldirib bo'ri yedirib yuboradi debdi. Tinchini buzaman debdi. Qani meni yutsang yo'q qilaman debdi. Nima qilishim bilan 15 yoshar Rustamjon nima qilishim bilanmish. Ya tavbangdan nima qilayin ekan deb mingboshiga borib dardini aytib. O'ylanib turibdi. O'ylamagin debdi. Sen faqat chempionlik o'ylading. Ota-onang, opa-singling, oilangni o'zim himoya qilaman debdi. Sen hech narsa o'ylama. Men mingboshiman. Bu yerda musobaqaga xo'jayin menman. Askarlarimga aytaman, himoya qiladi. Sen o'ylamagin. Fikri, xayoling faqat shaxmatda bo'lsin. Xursand bo'libdi. O'sha kechasi yotibdi, yaxshi tushlar ko'ribdi. Mingboshi aytganini qilibdi. Otasini olib keldiribdi tog'dan, uyiga yotqizib qo'yibdi. Qarovullar qo'yibdi, ovqatlar berdilar. Ular hayron. Nima bo'lyapti? Biz nima bo'ldi? Rustamjon bir jinoyat qilibdi, o'g'irlik qilganda bizni qamab qo'yibdi debdi. Hamma tomondan o'rab olibdi. Rustamjonning ota-onasi, opa-singillariga bir oz zarar tegmasin debdi. Ular qo'rqarmish. Rustamjon bir o'g'irlik qilgan, bir jinoyat qilgan, bir qo'ldan bir ish kelmaydi, cho'ntagida puli yo'q, qamoqxonada yotibdi deb o'ylayotganmish. Final boshlanibdi. Finalda qassob bilan tushibdi. Yarim chorak finalda. Qassobni birinchi partiya qo'rqib o'ynab yutqazib qo'yibdi. Mingboshi keldi. Sen ataylab yutqazding. Yo'q, qo'rqyapman. Qo'rqmagin. Otangni qutog'idan olib keldirdim. Ota-onang uylaringda, singillaring uylaringda askarlar qo'riqlab turib, men javob beraman. Hech gap so'z bo'lmaydi. Faqat fikri, xayoling shaxmatda bo'lsin deb. Rahmat. Mingboshi janoblari, endi yutaman debdi. Qo'rqma debdi. Sen albatta chempion bo'lasan. Ko'zlaringni ko'rib turibman. Ko'zlaring o't chaqnab turibdi. Ikkinchi partiya qassobni yutibdi. Qassob jahli chiqa boshlabdi. Bilib qo'y. Bugun bo'lmasa bir oydan keyin sen oilangni qirib yuboraman debdi. Yutqazasan debdi.
Shu Rustamjonda kuch-quvvat, alpon bishda kuch paydo bo'ldi. Vaqt ko'rsatadi. Jo'jani kuzda sanaymiz debdi. O'ynay boshlabdi. 3-partiya qassobni yutibdi. Finalda Rustamjon g'alaba qozonibdi. Ikkinchi partiyada ikkinchi odamni yutib final yutqazib g'alaba qozonibdi. Chempion deb e'lon qilibdi. Yurt podshosi o'zi tomosha qilib o'tirganmish. Finalda, yarim final, chorak finallar tomosha qilib. Albatta bu chempion bo'largan yigit ekan. Senga bitta shartim bor. Nimadir? Men bilan shaxmat o'ynaysan. Men o'ynolmayman. Shohim bir qoshiq qondan keching. Men qonidan kechdim. Lekin men bilan o'g'lim shaxmat o'ynaysan. Qo'rqdi. Shoh bilan o'ynayman. Uning boshi kelib astagina qo'rqmagin. Shoh oddiy odam, adolatli shoh. Unaqa yomon ko'radi. Albatta shohni ham yutasan. Meni yutdingmi, shohni ham yutasan. Qo'rqma. Adolatli shoh. Shoh o'ynay boshlab, birinchi part yutqazib qo'yibdi. Uning boshi bunday qilib qo'yibdi. Ataylab yutqazdingiz deb qo'rqyapman degandek qilibdi. Shoh kulib, ikkinchi partda shohni yutibdi. O'zi 3 partiyada bo'lar ekan. 3-partiya final. Hamma qarab turibdi. Shoh bilan o'ynayapti. Yoshgina qishloqda bir cho'ponlik qilgan bola shoh bilan o'ynayapti. Ikkinchi partiya shohni yutibdi-ya. 3-partiya ne ko'z bilan ko'rsing shohni ustidan g'alaba qozonib mag'lubiyatga uchrabdi. Shoh qo'lini ko'tarib, haqiqatdan ham sen shaxmat qiroli ekansan. Senga men shaxmat tojini kiydiraman deb. Hali hech kim yutolmagan deb. Shunday qilib unga shaxmat tojini kiydirdi. Nima iltimos tilaging bor debdi. Bitta iltimosim, tilagim shu qishlog'imda obod qilsam, kam ta'minlangan, qiynalib qolgan oilalarga, boquvchisi yo'q oilalarga yordam bersam. Boshqa tilayim. Seni o'zim ochgan shaxmat akademiyasida o'qitmoqchiman debdi. Otang nima ish qilishini so'rab bildim debdi. Senga shahardan uy beraman, 1000 tillab pul beraman. Shaharga ko'chirib olib kel. Mayli, ota-onangga saroyda ishga olaman debdi. Singillaring hammasi o'qiysan. Faqat sen kelajak katta odam bo'lishing kerak. Yurtimizga, xalqimizga yordam beradigan inson bo'lishing kerak. Men ko'zlaringni ko'rib turibman debdi. Rozimisan? Roziman. Lekin bir iltimosim bor. Qo'shnimizning orqasidan kelganman. Shundan qarz deb bergan shu pulni. Men bor pulni yeb qo'ydim. Shu qo'shnimizga yordam bersangiz deb. Qarz deb berganman. Keyin chaqiribdi ota-onalar hammasi qo'rqib ota-onalar, bu Rustamjon rasvo qildi, jinoyat qilgan, endi bizni hammamizni qamaydi demiş. Qo'rqa kelibdi. Shoh shunday kelib otasiga to'n chopon kiydirdi, do'ppi kiydirdi. Shunday bolani voyaga yetkazganlar uchun rahmat debdi. Onasiga ham rahmat aytdi, singillariga ham. Buni ko'rib hayron qolamiz. O'g'lingiz shaxmat qiroli bo'ldi debdi. Buni ko'rib xursand bo'lib ketibdi. Qo'shnisi, nima uchun qarz deb berdingiz desa, shohim bir qoshiq qonimdan keching, men aytib beraman dedi. Agar qarz deb bermaganimda u chempion bo'lmas edi dedi. Shu pulni uzaman deb tish tirnog'i bilan kurashardi. Senga yordam deb berganda, mayli deb mas'uliyat sezmasdi. Sening kallang kuchli ekan sen boboya. Mendan kichkina ekansan-u, lekin kallang kuchli. Seni saroyga ishga olaman, rozimisan deb. Qanday bo'lar ekan? Rustamjon qoladi saroyda, ota-onasi ham qoladi, sizlar ham qolasizlar, ko'chib kelinglar deb. Shunday qilib Rustamjon akademiya o'qib boshlabdi. Ota-onasi saroyda ishlarmish, qo'shnisi ham ishlarmish. Rustamjon tug'ilib o'sgan qishlog'iga borarmish, kam ta'minlangan oilaga yordam berarmish, boquvchisi yo'qlarga yordam berarmish, nogironlarga yordam berarmish, shahar qishloqni obod qilarmish, qishloq faxrlanib yurar ekan. Buni ko'rib xursand bo'lar ekan. Qissada shuki, ertak sevarlar choyxonasi muxlislari, farzandingizni qo'lidan bir ish kelmaydi qo'ymang. Balkim talantli, qobiliyatli bo'lishi mumkin. Balkim boks bo'yicha zo'r bo'lishi mumkin. Balkim she'r yozish bo'yicha zo'r bo'lishi mumkin. Balkim hofiz bo'lishi mumkin. Balkim yozuvchi bo'lishi mumkin. Balkim futbolchi bo'lishi mumkin. Hech qachon qo'lingdan bir ish kelmaydi demang. O'sha o'g'ilni kelajakda uning talant qobiliyati bo'lsa, yordam bering. Kamsitmang.
qo'li kelajakda sizga katta yordam berishi mumkin. Yuzingizni yorug' qilishi mumkin. Butun dunyoni aylantirishi mumkin. Balkim prezidentimizni nazariga tushishingiz mumkin. Balkim davlatimizni nazariga tushishingiz mumkin. Bu narsa farzandlardan Xudo bersa bo'ladi. Faqat o'g'illarni kamsitmang. Bularga ota-boboning qilgan ishi, bular duo ketgan artistlar, hofizlar yo'q. Balki sizning o'g'lingiz ham hofiz bo'lishi mumkin. Balki yozuvchi bo'lishingiz ham mumkin. Muhtaram prezidentimiz ham Jizzax viloyatida tug'ilib, oddiy qishloqda tug'ilib o'sgan inson. Mana butun xalq minnatdor. Butun xalq ovoz berib prezidentlikka yurtboshlikka qo'ydi. O'shaning uchun siz hech qachon o'g'lingizni koymang. Qizingizni ham kamsitmang. Balkim Zulfiya xonim chiqar, balkim Nodira begim chiqar, balkim soliha ayollarimiz chiqar. Balkim davlatimizga qishloq xo'jaligi, xalq xo'jaligi yordam berar. Buning uchun siz farzandlaringizni tarbiyalang. Talant qobiliyatini chiqaring. Bu ertangizning mazmuni shunda. Ertaksevarlar choyxonasida uchrashguncha yana xayrlashmaymiz, yana uchrashamiz. Bir oz vaqtdan keyin Ertaksevarlar choyxonasi loyihasi yana efirda.